Bugun sizlar bilan oddiy biskvitdan shunga mazali bo'lgan pishiriq tayyorlaymiz. Ishoninglar, bu retseptni umuman pishirishni bilinman degan inson ham pishirib biladi. Bizlara 5 tuxumni oqi kerak bo'ladi. Sarisini oqini ajratib olamiz. Tuxumlarimiz buzdim bo'lsa kerak. Ilk ko'pirtirib olamiz. Ko'pirgandan keyin 5 qoshiq shakar solib yana aralashtiramiz va tuxum sarilarini solib birov aralashtirib beramiz. Keyin 1 qoshiq kraxmal, 5 qoshiq un solib strelka shaklida aylantiramiz va kichkina qalpimizga solamiz. 180 gradusda qizib turgan duxovkaga 45 minutda jo'natamiz. Keyin pishib chiqqandan keyin kuyurt cho'p yoki oddiy cho'plar bilan tekshirib olamiz. U yopishib chiqmasligi kerak cho'pi. Ustidan xohlasangiz zigushoniy, xohlasangiz varyoniy moloko solib, kesib dasturxonga bemalol tortishlaringiz mumkin. Shunday yumshoqqina, dummazali pechene bo'ladi. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya etaman.